Microsoftga borish uchun, ya'ni qanaqadir uni tashkil qilayotgan tadbirlarga qatnashish uchun sizga Amerika uchun viza taqdim etiladi. Bu uchun 18 yoshdan baland bo'lishingiz kerak. Va men ham shu 18 ga kirishimni kutyapman va AQSh vizasi berilishi bilanoq Microsoftning AQShdagi eng asosiy ofisiga bormoqchiman. Bitta soha sizni tushingizgacha kirib chiqmasa, u soha sizniki emas, uni tark eting dedilar. Oyim meni ma'naviy tomondan, otam esa moddiy tomondan doim qo'llab-quvvatlashgan deb. Lekin ba'zida oyim aytardilar, juda ko'p kompyuter to'g'risida o'tirganligim uchun o'qimagan qizim, boshqa yo'nalish tanlagan deb aytardilar. Chunki dasturlash yo'nalishida 7 soat, 8 soat darsda o'tirsam, keyin yana uyga kelib shuncha soat shug'ullanmasam umuman o'smasdim. Keyin uyga 1,5 oyda, 1 oyda bir marta borish boshladim. Uyimni rost sog'inardim. Bu sohaga kirib kelgan birorta ayoldan so'rasangiz, u nolimaydi bu sohasidan. Chunki u o'tiribgina ish qiladi, faqatgina kod yozadi, dastur tuzadi, hech qanaqa qora ish qilmaydi, ortiqcha harakat qilmaydi. Aynan muvaffaqiyatning siri nimada desak, qaysidir sohada rivojlanishning siri nimada desak, ustozini qahramon o'rnida ko'ra olish desak bo'ladi. Shu kitobni o'qib turib uxlab qoldim va shu jarayonlar tushimga kirib chiqdi. Judayam xursand bo'ldim bu narsaga. Payg'ambarimiz va Hadicha onamiz tushimga kiritdilar shu kunni.